تاسادىپىيلىقمۇ ياكى پىلانلىغان ishmu. Aptori doktor Memet. Hammamizning xabar bo'lgandek 2019 yil 2 oyda Xitoy hukumati Aptori heyetining o'lim xabari orqali Turkiyada tarqalgan vatandagi xalqimizga munosabatli xabarlarni yolg'on munosabatli kishilarni yolg'onchi qilib ko'rsatishga urindi. Undan keyin shuning bilan to'xtab qolmay 7 oyda Xitoy hukumati Turkiyadagi o'zini qo'llaydigan Oydinlik gazetining muxbirini alayda imtiyoz bilan Qashqarga taklif qilib opirib, Aptori heyet bilan ko'rishtirib, ularning eg'izi bilan Xitoy hukumatining bizga qaratgan siyosatlarini maqtatqizdi. Bular tasadipiliqmu yaki pilanlighan ishmu. 2019 yil 7 oyning 10 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Haq Huquqi Komitetiga a'zo 22 davlatning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini ayıplab imzoli xat yozishiga ergishiblar 37 davlat Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini qo'llab imzoli xat yozgan bo'lib, 2 hafta ichida u xatga imzo qo'ygan davlatlar 50 ga yetgan. Bu 50 davlatning ko'pinchisi Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi kichik davlatlar bo'lib, ularning ichida biz bilan diniy qarindosh bo'lgan musulmon davlatlar oz emas. Eng afsuslanarligi uzundan beri haqsizlikqa uchrab va Uyg'urlarning o'zliksiz hissdoshligiga erishib kelgan Falastin hukumati bilan qandoshlik jihatda bizga eng yaqin bo'lgan O'zbekiston hukumatining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini qo'llab, bu xatga imzo qo'yishi bo'lsa kerak. Bu bir tasadipiliqmu yaki planliq bo'layotgan ishmu. U davlatlar Xitoy hukumatini qo'llaydigan o xatga imzo qo'yib, nimalarga erishmoqchi? Agar ular u xatga imzo qo'ymasa, qandoq bo'lar? Albatta, u 50 davlat mayli imzo qo'ysin yoki qo'ymasin. Qisqa vaqt ichida alayda farqliq bir ish bo'lishi notayin. Bu imzoli xat e'lon qilingandan keyin xalqarodagi cho'ng axborot o'rinlari uni keyin-keyindan e'lon qilishdi. Va bu haqda obzorlar e'lon qilindi. Muajiratdagi faoliyatchilarimiz va tashkilot rahbarlarimizmi o'zlarining bu ishga bo'lgan ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yish bilan birga o'zlarining u davlatlarga bo'lgan afsuslanishini va noroziliklarini bildirishdi. Ba'zilar u davlatlarni Xitoyning puliga setilgan deb tanqid qilishgan bo'lsa, yana ba'zilar ularni Xitoy hukumatining besimi bilan o'z irodasiga xilof ish qilishga majbur bo'lgan deb qarashdi. U davlatlar haqiqatan pulga setilganmi yoki Xitoy hukumatining besimiga uchrab o'z irodasiga xilof ish qilishga majbur bo'lganmi? Mening qarashimcha, ularning hammasi Xitoy hukumatining puliga setilgan va yoki Xitoy hukumatining besimi bilan u xatga imzo qo'yishga majbur bo'lib qolgan bo'lishi notayin. Balki ba'zilar Xitoy hokimiyatini insonparvar bir hokimiyat deb qaraydigan va uningga ishongan bo'lishi mumkin. Chunki ular biz kiygan oyoqni kiyib baxmagan. Bizning hayotimizda yashab baxmagan. Bizmi garchi Xitoy hokimiyatini noiti yaxshi tushansakmi,
Biroq Xitoy hukumatini qo'llagan u davlat rahbarlarining hayotida yashab boqmaganligimiz uchun masalani faqat sirtdan kuzatib, o'zimizning tushunchasiga asosan ular to'g'risida har xil ehtimolliklarni o'ttirg'a qo'yib beqishimiz mumkin. Biroq biz u ishlarning haqiqiy sababini to'liq bilib ketalishimiz notayin. İnsanlar odatda o'z hissiyoti va subyektiv orzuyi bo'yicha o'zi haqiqat deb qaragan ishlarni boshqalarmi haqiqat deb biladi degan qarashga odatlangan. Amaliyotda insonlarning haqiqatga bo'lgan tonishi va yoki ularning nimani haqiqat deb qarashi insonlarning tarbiyalangan va yashagan muhiti, qimmat qarashi va o'z manfaati bilan bo'lgan bog'lanishi qatorliq ko'p xil omillar bilan zich munosabatlik. Masalan, men vatanda doktor bo'lib xizmat qilayotganda yilda 2-3 qatim zukam bo'lib qolatdim va nurg'ulg'an tonish bilishlarim zukam bo'lib qolsa meni izlab keladi. Har qatim zukam bo'lib qolganda va yoki tonish bilishlarim zukam bo'lib qelib meni izlab kelganda men asma o'qil esish bilan birga antibiotik ishlatdim. Bu gerçi xato bo'lsa-mu, men uni to'g'ri deb ishongan edim. Amaliyotda yolg'iz men emas, men yashagan shu muhitda yashaganlar uni to'g'ri deb tushungan va uningga ishongan edi. Men Amerikaga kelib, tunji qitim zukam bo'lib, kasal ko'ringili doktorga borganimda, doktor menga cho'ng masala yo'q. Ussuzlikni ko'p ichib, yaxshi aram olsangiz, saqayib ketasiz, deb hech qanday dori bermay yo'lga selib qo'ydi. Men gerçi dastlabda buni faqat qabul qila olmagan bo'lsam-mu, biroq bu jihatda oz to'la izdinish orqali biz burun qo'llangan usulning va bizning u jihatdagi qarashlarimizning butunlay xato ekanligini to'nib yetdim. Amaliyotda asli iqtisodiy kirimni maqsad qilgan bu xil xato davolash usulini biz bir to'g'ri haqiqat deb qabul qilgan va uningga ishongan ekanmiz. Keyin zukam bo'lib qilib, o'xshash sarguzashtga yo'liqqan ba'zi do'stlar men bilan aloqa qilib, vatanda zukam bo'lib qolsa, doktorlarning tez davolab saqaytibdiganligini, chet elda bo'lsa hech qanday dori bermay yo'lga selib qo'ydiganligini deb shikoyat qilishgan bo'ldi. Men ularga asli vatanda qo'llangan usulning xato ekanligini, odatdagi zukamning dorisi yo'q ekanligini, uning belgilik vaqt ichida o'zligidan saqayib qoldiganligini, zukam dorisi deb atalgan dorilarning faqat zukamning kasallik alomatlarini yengillatib, odamni rohatlantiradiganligini, biroq zukamning saqayishida cho'ng rol o'ynay olmaydiganligini tushundirdim. Biroq ularmi dastlabda uningga toza ishonmadi. Mening qarshimcha u davlatlarning Xitoy hukumatini qo'llashi yolg'iz Xitoy hukumatining yaqinqi yillardan buyonqi iqtisodiy taraqqiy qilishi, u davlatlarga ko'plab mablag' selishi va yoki Xitoy hukumatining u davlatlarning ojiz nuqtasini tutib olib, ularni majbur qilish bilanla munosabatlik bo'lib qolmasdan, balki Xitoy hukumatining uzun muddatlik planlari bilanmi munosabatlik bo'lishi mumkin. Bundan 30 yil ilgari men oliy maktabda o'qiyotganda
Xitoydagi nurg'un dаңlıq oliy maktablarda ko'plagan chet ellik o'quvchilar bor bo'lib, ular har qaysi oliy maktablarda boyvachchilardek yashaydi. Jamiyatda kishilar, bo'libmi qizlar, ular bilan barda keldi qilishni bir xil faxrlanadigan ish deb biladi. Men o'qiyotgan oliy maktabdimi 100 dan ortiq chet ellik o'quvchilar bor bo'lib, ular garchi asosan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi kichik va kambag'al davlatlardan kelgan bo'lsa-mu, biroq ular har jihatda yerlik o'quvchilarning ham havas qilish, ham hasad qilish obyekti edi. Yerlik o'quvchilar bir yotoqda 8 odam yotsa, chet ellik o'quvchilar 1-2 odam bir yotoqda edi. Ularning yotog'i yerlik o'quvchilarning yotog'iga nisbatan keng, pokiz bo'lib qolmasdan har bir yotoqda televizor bor edi. Maktab iqtisodiy jihatda alohida qiyinchiligi bor yerlik o'quvchilarga oyda 15 yuan turmush yordam puli bersa, chet ellik o'quvchilarning hammasiga 200 yuan turmush puli beradi. U chaqlarda bizning vatanda insonlar o'ttiri hisob bilan 70-80 yuan maosh oladigan bo'lib, eng yuqori maoshmi 200-300 yuandan eshib ketmesi kerak. O'ylab baqsam, 80-yillardagi shu chet ellik o'quvchilar 30 necha yildan keyingi bugungi kunda o'z davlatlarida belgilik o'rinlarga erishib, o'z davlatlarining siyosatiga ta'sir ko'rsatgidek holga keldi. Kim biladi, yuqorqi davlatlarda hozir hokimiyat yurgizayotgan bir qism kishilar ayni vaqtda Xitoyda tarbiya ko'rgan va yoki Xitoydan yordam olganlarmi? Xitoylarda mumkin harbiy tarbiyalab, bir kun ishiltish deydigan aqliya so'z bor. Xitoy hukumati o'zining eng qiyinchilik mezgillaridan boshlab Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi kichik va kambag'al davlatlarga o'zliksiz moddiy yordam berib kelgan. Mana endi Xitoy hukumati har jihatda uning natijasini ko'ryotdi. 1949-yili Mao Zedong qatorliq Xitoy kommunist amaldorlari amdil hokimiyat beshiga chiqib, xalqning qo'rsqini to'yg'izishga holi yo'q shu mezgillarda o'zining 100 yillik planini tuzib, 2049-yilga borganda dunyoga xo'ja bo'lish g'arzini ko'ngliga pukkan ekan. Afsus, g'arb davlatlari Xitoy hukumatining o g'arzini 70 yil o'tgandan keyingi bugungi kuniga kelganda ondan to'nib yetishga boshladi. Afsus, biz garchi o'zimizni Xitoy hukumatini eng yaxshi biladigan insonlar deb bilsakmi, biroq biz yanala nurg'un taraflarda masalaning mohiyatini emas, yuzak taraflarini, yiroqni emas, burnimizning uchini ko'ramiz. Uzun mezgilni maqsad qilgan strategik planimiz kam. Ko'z oldimizdagi manfaatni hisoblashib, uzun muddatlik plan qurishga ko'ngil bo'lmaymiz. Yoki undaq bir odat va qobiliyat bizda kam. Xitoylarda bir tal zig'irni elib, tavizni yo'qotmoq deydigan bir aqliya so'z bo'ladigan. Biz hozir bizga yordam qilmagan va bizni qo'llamagan insonlarni va yoki davlatlarni imkoniyatimizning yetishicha amal qilib o'zimiz tarafga tortishning o'rniga o'zimizning sub'ektiv orzusiga tayinib hukm chiqarib
bizga dushman yetmagandek ularni dushman qatoriga qo'yib va yoki ularni haqoratlash orqali dushman tarafga ittirib Xitoy hukumati amal qilib bizga chegirdosh va bizga milliy va diniy jihatdan qarindosh bo'lgan davlatlarni o'ziga tortib ularni bizdan yiroqlashtirishga tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Biz Xitoy hukumatining u maqsadini bilib turib, xuddi biz Xitoy hukumatiga moslashayotgandek va yoki Xitoy hukumati umid qilgan bo'yicha ish ko'rgandek atrofimizdagi bizga qo'shni davlatlarni bizga yordam qilmadi va yoki biz taraf turmadi deb haqoratladik. Ularni nazarimizdan saqit qildik. Ularni o'zimizdan yiroqlashtirdik. Hatto ularni dushman o'rniga qo'ydik. Eng oxirida u davlatlar nima qilsa qilsin, ulardan bak og'rinib ketmaydigan holga keldik. Amdilikda bo'lsa, bizning eng yaqin qon qarindishimiz bo'lgan O'zbekiston hukumati garchi Xitoy hukumatining xalqimizni bostirish siyosatini qo'llab imzo qo'ygan bo'lsa-mu, u garchi bak afsuslanarli bir ish bo'lgan bo'lsa-mu, biroq biz alohida ajablanmadik. Ham shundaqla O'zbekistonning u qilmishini tanqidligidek vaqtimizmi bo'lmadi. Amaliyotda bizga nisbatan u qo'shni davlatlar bilan quyuq aloqa o'rnatish va yoki ularga do'stona muomalada bo'lish bakli muhim edi. Chunki biz mayli hozir bo'lsin va yoki kelgusida mustaqil bo'lgandan keyin bo'lsin, bizga tava bo'lgan u zaminni biz yaxshi ko'rgan Amerika, Yevropa va yoki boshqa bir davlatning yeniga yo'tkab aktalmaymiz. Biz mayli bizning mustaqillikka erishish jarayonimizda bo'lsin va yoki mustaqillikka erishgandan keyin bo'lsin, biz u qo'shni davlatlar va qarindosh millatlarning qo'llashiga muhtojmiz. Biz ular bilan do'stona munosabat o'rnatib, inoq qo'shnilardan bo'lib, tinch yashashga majburmiz. Bizda yiroqdagi tuquningdan yaqindagi qo'shning afzal deydigan aqliya so'z bo'lib, ishinamanki o'zini Xitoy davlati bilan chegirdosh deb qaragan u davlatlarmi dal shu sababdan Xitoy hukumati bilan do'st bo'lib o'tishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaqinda Xitoy hukumati biz bilan Turkiya orasidagi bog'ni uzil-kesil uzib tashlab, bizni yolg'iz qoldirish uchun yaqinda Aqtashliq kitobni e'lon qilib, Şinjan azaldan Sharq Turkiston emas, Uyg'urlar Turk emas, Uyg'urlar bilan turklarning hech qanday munosabati yo'q degan safsatini keng tashviq qilishga boshladi. Oradan uzun o'tmay Zinnatgul Tursunning Tojik vatandoshi deb qarilib, avval Tojikistonga, ondan keyin Tojikiston orqali Xitoyga qaytarilganlik xabarining o'ttirg'i chiqishi bilan Turkiya Uyg'urlarni Xitoyga sotadi degan vahima Uyg'urlar orasida keng tarqaldi. Uningdan qattiq norozi bo'lgan va Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlarning kelgusi istiqbolidan andish qilgan ba'zi insonlarimiz Turkiya hukumatining bu qilmishlarini ayblasa, yana ba'zi insonlarimiz tashkilot va tashkilot rahbarlarini ayblashga boshladi. Ba'zilar hatto Turkiya hukumati Uyg'urlarni sotadi deganni cho'ridab, Turkiya hukumatini qattiq ayblashdi.
Arqadınla Xitay hökuməti bir tərəfdən Türkiyə hökumətinin ömək təşkilləb, bizning vətənə berib, xalqımızның ahvalını көзден keçirishga yo'l qo'ydiganligini bildirgan bo'lsa, yana bir tarafdan atalmış qayta tarbiyalash o'rinlaridagi mutlaq ko'p sondagi insonni qo'yib berganligini e'lon qildi. Bularning hammasining kayni-kaynidan o'ttirg'i chiqishi ajiba shundaq bir tasadipiliqmu Yaki ularning kayniga ma'lum suiqasd va o'yinlar yoshiringanmi? Men Zinnatgul Tursunning vaqasining oldi kaynidan to'liq xabarim bo'lmag'achqa, u to'g'rida ko'p to'xtalmayman. Men faqatla Türkiye hökuməti Uyg'urlarni satamdı yoki satmamdı degan talash tartishlar va yaqindan beri o'ttirg'i chiqqan bu ishlar to'g'risida o'z ko'z qarashimni o'ttirg'i qo'yib o'tmoqchiman. Har qanday bir davlatning bo'libmi o'zaro jinoyatchi o'tkazish kelishimiga imzo qo'ygan davlatning ikkinchi bir davlatning puhrasi deb qaralgan kishini agar shu ikkinchi davlat talab qilsa, uni u davlatga o'tkazib berish bermasligi hargizmi bizning subjektiv orzuyimizga bog'liq ish bo'lmasdan, balki shu davlatning davlat manfaatiga bog'liq bir ish. Har qanday bir davlat manfaati uchun yolg'iz bizga o'xshash boshqa davlatning grajdonili emas, hatto o'zining puhrasini qurbon qilishi mumkin. Albatta, men bu yerda Türkiye hökumetining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishini haqliq yoki to'g'ri qaror demoqchi emasman. Ham shundaqla biz Türkiye hökumetining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini tanqid qilmasligimiz kerak demoqchi emasman. Men faqat biz cho'qim palonchi davlat Uyg'urni sotadi, pistonchi davlat Uyg'urni sotmaydi deydigan qarashni kallimizdan chiqarib tashlab, o'z ishimizga puxta bo'lishimiz, qanday qilib o'zimizni qo'g'dashni bilishimiz va sezgurligimizni oshirib, boshqalarning o'yiniga kelmasligimiz kerak demoqchiman. Davlatlarning insoniy axloq va inson haq-huquqlarini chiqish qilib tuzgan bu xildagi qonun prinsiplari shu davlatning o'xshamagan davrda o'xshash bo'lmaydi. Hech qanday bir davlatda u xildagi prinsiplarga nisbatan mangu o'zgarmas bir kapolat yo'q. Masalan, o'lim jazosi bor davlatga jinoyatchi qaytarib bermaymiz degan Kanadami Xitoy puhrasi Lay Changshingni Xitoyga qaytarib bergan. Xitoy hukumatining maqsadi har xil chora tadbir va hiyla-mikrlarni ishlatib, Uyg'urlar bilan turklar orasiga ziddiyat selib, ularni bir-biriga ishonmas qilish, Uyg'urlar bilan turklar orasidagi bog'ni buzib tashlab, Uyg'urlarni yolg'iz qoldirishdan iborat. Turk xalqi bizga ishchidan kuydigan xalq. Ularning ko'pinchisi bizning ahvolimizni obdan biladi va bizning taqdirimizga zo'r darajada hesdashlik qiladi. Uyg'urlar bilan turk xalqining orasidagi munosabat undaq oson buzilishi notayin. Biroq Türkiye hukumat rahbarlari masalalarni bizdan farqli o'ylaydigan bo'lg'achqa, Türkiye hukumatining bizga qaratgan ba'zi siyosatlarining bizga yoqmasligi, Türkiye hukumatining masalamizni bir taraf qilishda qo'llangan ba'zi usullari bizning umid
va orzuyimizga toza mos kelmasligi mumkin. Biroq biz shuni unutmasligimiz kerakki, mayli Türk xalqi bo'lsin va yoki Turkiya hukumati bo'lsin, biz uchun muhim. Bizmo Türk xalqi va Turkiya hukumati uchun muhim. Mayli biz xohlayli yoki xohlamayli, biz o'zimizni Türk xalqi va Turkiya hukumatidan yiroq tutolmaymiz. Hozir oldimizda ikki xil tanlash bor bo'lib, oldimizdagi birinchi tanlash biz bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiyani o'zining ikkinchi vatani ko'rib, Turkiya hukumati o'tkazayotgan xatoliklarni oila ichidagi xatolik o'rniga qo'yib, Turkiyaga bo'lgan vatandoshlik burchini va mas'uliyatini ado qilish bilan birga u o'tkazgan xatolikqa nisbatan samimiy tanqid berish, o'zlarining haq-huquqlarini qonun bo'yicha qo'g'dash. Bo'libmi keng Türk xalqining qo'llashiga erishib, ular orqali Turkiya hukumatiga besim tushirish. Oldimizdagi ikkinchi tanlash Turkiya hukumatini butunlay inkor qilib va yoki Turkiya hukumatini dushman qatoriga qo'yib, uningga hujum qilish va uni sestish. Mening qarshimcha, bizning undaq qilishimiz Xitoy hukumatining istikiga uyg'un bo'lib, uning bizga hech qanday foydasi yo'q. Oxirda men Turkiyaning kuchlanishini mayli hozirgi va yoki kelgusi Turkiya hukumatining Xitoy planlab qo'ygan o'yinga kelmay, o'zlari Turkiya xalqi va Turkiya davlatining manfaatiga uyg'un keladigan planlarni tuzishini, Xitoy hukumatiga beqindi bo'lib qolmasligini chin ko'nglimdan umid qilaman. Tugidi. 2019 yil 31 iyul New York.